Oilada erkak kishi ulug'lanmagungacha u oila uzoqqa bormaydi. Ana shuni ayollar yaxshi bilsin. Qaysi oila muammo bo'layotgan bo'lsa, ajrim yoqasiga kelgan bo'lsa, biling, o'sha uyda erkak kishi ulug'lanmagan. Erkak kishining haqqi o'z o'rniga qo'yilmagan. Qanaqa haq? Mehr muhabbat boshqa bas. Tom ma'noda erkak deb qaralmagan o'sha erkakka. Erkak o'zi ham erkak bo'lishi kerak bunda. Yo'q, to'g'ri. Tezalay bo'lsa ham u erkakda aka. Er deb qo'ygan, Xudo aytgan. Chunki nikohiga olayotganda qabul qildim degan. Ayol kishi baxshida qildim degan. Bo'ldi, mana shu yerda his qilsin. Ayol kishi nima deganiga qarasin. Baxshida qildim degan. Bo'ldi, topshir o'zing. Erkak kam pul topadimi? Qarza kirib ketganmi? Yomon yo'lga kirib ketyaptimi? Sen Xudodan so'ra. Chunki u seni qabul qilgan. Tushundingizmi nima demoqchiligim? Nima bo'lgan taqdirda ham erkak kishi ulug'lanmadimi? Erkak o'rniga qo'yilmadimi? U oila uzoqqa bormaydi. Bormagan ham bundan keyin ham ajrimlarda hammasini mana shuncha qilib sababiyatini to'plasangiz ham xulosa o'rnida bitta gap chiqadi. Erkak kishi ulug'lanmagan.